Siz bilan Huquq va hayot podkasti hayotiy misollar orqali tushuntira olasizmi? Eng muhimi, zarar yetkazuvchi shaxs moddiy jihatdan ham javobgar bo'ladi. Unda bemorga qilinadigan ukol o'z vaqtida qilinmadi. Bu esa bemorning sog'lig'iga zarar yetkazdi. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Siz bilan Huquq va hayot podkasti. Bugungi mehmonimiz Buxoro davlat tibbiyot instituti akademik litseyi tarix va huquq fani o'qituvchisi Eshonqulov Tolib. Bugungi sonimizda juda muhim mavzuni muhokama qilamiz. Bu qonuniy javobgarlik va inson sog'lig'iga yetkaziladigan zarar haqida. Har bir inson jamiyatda yashar ekan, uning huquqlari va majburiyatlari mavjud. Ammo ba'zida beparvolik, zo'ravonlik yoki mas'uliyatsizlik oqibatida boshqalarning sog'lig'iga zarar yetkazilishi holatlari uchrab turadi. Bunday holatda esa albatta qonuniy javobgarlik masalasi o'rtada tushadi. Shu o'rinda sizga quyidagi savol bilan murojaat qilmoqchi edim. Qonuniy javobgarlik deganda nima nazarda tutiladi? Assalomu alaykum hurmatli podkastimiz kuzatuvchilari. Litseyimiz yoshlar bilan ishlash bo'yicha direktor o'rinbosari Ahmedova Nargiza Ziyodullayevnani avvalo bu podkastni tashkil qilganlari uchun rahmat aytib qolamiz va meni taklif qilganlari uchun ham alohida rahmatimni aytib qolaman. Xo'sh, qonuniy javobgarlik nima? Qonuniy javobgarlik bu shaxs tomonidan sodir etilgan huquqbuzarlik uchun davlat tomonidan qo'llaniladigan majburiy choralar majmuidir. Oddiy qilib aytganda, kimdir qonunni buzib, u javobgarlikka tortiladi. Bu ma'muriy, fuqarolik, intizomiy yoki jinoiy javobgarlik bo'lishi mumkin. Hayot va huquq podkasti davom etadi. Demak, sog'liqqa yetkazilgan zarar tushunchasiga to'xtalib o'tsak, sog'liqqa zarar yetkazish deganda inson organizmida og'riq, shikast yoki sog'lom faoliyatini buzilish holatlari tushuniladi. U qanday zararlar bo'lishi mumkin? Jismoniy zarar bo'lishi mumkin, ruhiy zarar bo'lishi mumkin, moddiy zarar bo'lishi mumkin. Insonda jismoniy zarar deganda tan jarohati, urish, jarrohlik holatlarida xatoliklar kuzatilishi mumkin. Demak, ruhiy zarar nomi bilan ma'lum, bu insonga psixologik bosim, qo'rqish, tahdidlar orqali yetkaziladigan zarar nazarda tutishimiz mumkin. Moddiy zararlarda esa davolanish xarajatlari, vaqtincha mehnatga yaroqatsizligi ko'rinishda bo'lishi mumkin. Tolib Rajaboyevich, shuni siz bizga qonuniy asoslar orqali tushuntira olasizmi? Demak, qonuniy oqibatlarga to'xtalsak, O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi hamda Fuqarolik kodeksida sog'liqqa yetkazilgan zarar tushunchasi javobgarlik aniq belgilangan. Masalan, qasddan sog'liqqa og'ir yoki o'rtacha zarar yetkazish ozodlikdan mahrum etish bilan jazolanadi. Beparvolik yoki ehtiyotsizlik oqibatida zarar yetkazilgan hollarda jarima, mehnat majburiyati yoki ma'muriy jazo qo'llanadi. Eng muhimi, zarar yetkazuvchi shaxs moddiy jihatdan ham javobgar bo'ladi. Ya'ni jabrlanuvchining davolanish, reabilitatsiya yoki yo'qotilgan daromadini qoplab berishi shart. Hurmatli mehmonimiz Tolib Rajaboyevich, podkast kuzatuvchilarimizga tushunarli bo'lishi uchun shu bir hayotiy misollar orqali tushuntira olasizmi? Albatta. Javobgarlikni. Albatta. Masalan, tibbiyot xodimi o'z vazifasini bajarmasa yoki suiiste'molchiliklarga yo'l qo'ysa, bu holat ham jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Masalan, shu o'rinda bemorga qilinadigan ukol o'z vaqtida qilinmadi. Bu esa bemorning sog'lig'iga zarar yetkazdi. Bu holatda jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin bu holatimiz. Yoki undan tashqari, korxona tashkilotlarida rahbar xodim texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilinishini ta'minlab bermasa, bu holat ham fuqarolik yoki jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Demak, hurmatli tinglovchilar, sog'liq bu insonning eng katta boyligi. Uni asrash har birimizning burchimizdir. Birovning sog'ligiga zarar yetkazish nafaqat axloqdan noto'g'ri, balki qonuniy jihatdan ham og'ir oqibatlarga olib keladi.
Unutmang, har bir harakatimiz uchun javobgarmiz. Qonunga bo'ysunish, inson qadri va sog'lig'ini hurmat qilish huquqiy davlatning asosiy tamoyilidir. Siz bilan Huquq va hayot podkasti bo'ldi. Tinglaganingiz uchun rahmat. Sog'lom bo'ling va qonunni hurmat qiling.